Tanalarning ichki qismiga apparat, ya'ni pult o'rnatilgan. Rizvon 1996-yilda dunyoga kelganlar. Ularning ikkita juda ham go'zal farzandlari bor. Rizvon akamizga tug'ma DTP kasalligi tashxisi qo'yilgan. Bugungi kunga qadar esa akamiz ikkita 9,5 soatlik murakkab operatsiyani boshlaridan o'tkazdilar. Juda ham ko'plab insonlar nima sababdan Rizvon uchun pul yig'yapsizlar deb savol berishadi. Bosh qismlarini ko'rishingiz mumkin. Bosh qismlariga apparat o'rnatilgan va ushbu apparat mana qismi tananing ushbu qismi bilan o'tib apparatga, ya'ni apparat pultiga ulangan. Mana shu qo'llarimizni harakat va mana shu oyoqlarimizni harakat qila olishimiz uchun Alloh bizga shu imkoniyatni bergan. Lekin Rizvon akamizda bu sinov. Inshaalloh Allohning izni bilan bu apparat orqali yana Rizvon akamiz oyoqqa turishlari mumkin. Azizlar, bu apparat